Harbiyning maoshi ot kallasiday. Bir kun nolib qoldi menga bir tanish. Tayinsiz ish uchun shuncha maoshmi yo shuncha qiyinmi tongda uyg'onish? Qiladigan ishi ma'lum, noma'lum, u yoqdan bu yoqqa o'tib yuradi, adolati yo'q qonunlarida, o'tirgan joyida buyruq beradi. Ey nodon, shu qadar fahming past ekan. O'zingcha o'ylaysan, yotib yeydi non, xotirjam ko'rpangda uxlayotganda harbiylar tinchlik deb berayotir jon. Yuribsan saranjon, uysiz, betashvish. Kim sabab tinchingga? Harbiylarmasmi? Sen ketmon chopishni ataganda ish, yurt uchun tan chopgan harbiylarmasmi? Sen zavq bilan bozor kezayotganda, harbiy cho'lda tikon oralab yurar, yor kelar yuzingni bezayotganda, u ishqni qog'ozga qoralab yurar. Sening otang xotir uxlashi uchun otasi yiqilsa yelka bo'lolmas, sening onang to'yda o'ynashi uchun onasining yuzini yilda ko'rolmas. Yoringning egniga kostyum shim ilib, xushbo'y atirlarni sepganingda sen harbiychi tog'larda tizzasin shilib ter hidiga anqib shimaradi yeng.